Leapmotor C16 komfort, dizayn barchasi sizga yoqadi, lekin hajmi kattalik o'tdimi? Unda sizga zo'r yechim bor. Ya'ni Leapmotor C10 to'liq obzorini ko'ramiz. Ushbu avtomobilimiz 2026-yil reselling variant hisoblanadi va buni gibrid elektr variantlari bor. Gibrid 210 km masofani tokida bosib o'toladi, chisiy elektr varianti 605 km masofani bosib o'toladi. Dop opsiyalariga keladigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizda ikkita oldi sidenasida abduf abagrev funksiyalari bor. Umumiy hisobda 12 ta kolonkasi bor hisoblanadi, ya'ni subwoofer pishalkalari ham o'zida bo'ladi. Sifatli bo'lgan koja, cruise control, adaptivniy cruise control, dождь датчик, полосу движениялari ham mavjud. Oldi-orqa parktroniklari, LED optika faralari, R20 razmerlik bo'lgan juda ham chiroyli diskasi ham mavjud. Bekorga C16 bilan C10 ni solishtirmadim. Sababi kuzov, salon dizayni mutlaqo bir xil bo'ladi. C16 sizlarga kattalik o'tgan bo'lsa, ushbu C10 variantimiz sizlarga juda ham mos keladi va bagajlari ham anchagina keng. Agarda siz bizning avtosalonimizdan avtomobil xarid qiladigan bo'lsangiz, naqd 3 yil yoki 120 ming kilometr rasmiy kafolatiga ham ega bo'lasiz. Undan tashqari, men ushbu avtomobillarimizga qo'shib beriladigan bonuslarni opisiyaga yozib qo'yaman, bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Narx jihati bo'yicha ko'rsatilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar, narxi bo'yicha batafsil ma'lumot beramiz. Sizlarni avtosalonimizda kutib qolamiz.